Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi ve huvel azizul hakim. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin qadir. Osmonlarning va ziminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'ltiralaydi, tirildiraydi. Allah har narsaga qodirdir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah'ın ibtidası yoktur, intihası yoktur. Allah aşkardır. Yani mevcutluğunu körsetkici deliller bilen akıllarga aşkardır, mahfidir. Yani onu göz bilen körgülü olmaydı. Onun zatının mahiyetini tonuşka akıllar erişelmeydi. Allah hemen nersini bilgüçüdür. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Allah zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allohi turja'ul umur. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytarildi. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bi zatis sudur. Allah kechini kunduzga kirgizdi, kunduzni kechiga kirgizdi. Allah dillardagi sirlarni bilguchidir. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah'a ve onun peygamberge iman keltiringlar. Allah sizlarni ega qilgan mollardan sadiq qilinglar. Sizlardan iman etganlar va sadiq qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ey kuffarlar, sizlar nemişqa Allah'a iman keltirmeysizlar? Halbuki peygamber sizlarni parvardigoringlarga iman keltirishga chaqirdi. Allah sizlardan chin ahd oldi. Agar iman keltirishni iroda qilsanglar, imonga oldiranglar. Huvallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Sizlarni kufrning qorong'uligidan iymonning nuriga chiqarish uchun Allah bandisiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Allah shak shubsiz sizlarga marhamatlidir, nihoyat mehribondir. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Nimish sizlar Allohning yo'lida pul mol sarf qilmaysizlar? Osmonlarning va zaminning mirosi Allohga xosdir. Sizlardan Makka fathi qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib dushmanlar bilan urushganlar. Makka fathi qilingandan keyin pul mol nafiq qilganlar va urushganlar bir-biri bilan barobar emas. Ani shularning darajasi Makka fathi qilingandan keyin nafiq qilgan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Alloh jannatni va'da qildi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Kimki Allohga qarzi hasana berdikan, ya'ni Allohning roziliqini tilab, uning yo'lida pul mol sarf qiladikan, Alloh uningga aslab qaytirdi. Uningga cho'ng savob berdi. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. O kunda mömin erlerni, mömin ayallarni görsenki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida mangıdı. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan xush xabar beriladi. O yerda mangu qolisizlar. Bu ulug' muvaffaqiyatdir deyiladi. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. O kunda münafık erler, münafık ayallar müminlerge, bizni kütüp turunlar, sizlerinin nurunlardan azraq alaylı deydi. Ular məskeri yüzsüdün, arqanlarga qaytıp nur tilanglar deyildi. Şunun bilen onlarning arkasıga bir sepil soquludu. Sepilning darvozasi buludu. Darvozning ichi tarafida rahmat, teshida azob buludu. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Ular müminlerini biz sizler bilen billa emasmidik deb to'laydi. Müminler shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan billa bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan aloq qildinglar. Müminlarga balo-ofat kelishini kutdinglar. Islom dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq orzular sizlarni oldidi. Toki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afo qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldidi, deydi. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Bugün sizlerden ve kapırlardan fidye ilinmaydı. Cayınlar dozaqdır. Dozaq sizlerge en layıqdır. Dozaq nemidige yaman cay? ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Möminlərgə onların dilləri Allah'ın zikrige ve nazil bolğan haqiqatga, yani Qur'an ayetlerge eriydiğen vaqt yetmidimi? Ular ilgiri kitap berilgenler, yani Yahudilar ve Nasaralardek bolmusun. Ular bilen peygamberlerinin arlıqidiki zamanның uzdurışı bilen, ularning dilleri qetib ketdi. Ularning nurguni Allah'ın itaatidan çıkıcılardır. الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Bilinglar ki Allah zaminni ölgəndən keyin tirildirdi. Yani qaqas, qurğaq zaminni yağmur bilan kökərtidi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoli qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sadiq bergüçi erlerge, sadiq bergüçi ayallarga ve Allah'a qarzi hasana bergüçilerge, yani Allah'ın razılığını tilep, kembag'allarga sadiq bergüçilerge, yaxshilik yo'llarga xo'shallik bilan pul mol sarf qilguvchilarga hasilab savob beriladi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat berildi. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etqanlar, ani şular Perverdigarının dergahida sıddıqlardır, şehitlerdir. Ular ahirette savabqa ve nurga ega boludu. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlar ve yalğanğa chiqarganlar, ani şular ahli dozaqdir. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bilinglar ki dünya tirikchiligi o'yindan, kishini oxiratdan g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan, zibu-zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Biror yig'ish bilan o'stirgan o'simliki dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsan, ondan u yanchilgan cho'pga aylandi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dünya tirikchiligi faqat g'ofil odam oldindigan bahramon bo'lishdir.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi, osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Alloh uni xohlagan odamga ato qiladi. Alloh ulug' fazl egasidir. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Yeryüzüdeki barlıq hadisler ve özünler uçurgan musibetler, biz ularını yaratıştan burun lavhul mahfuzga yazılgan. Bu iş şübihisiz ki Allah'a asandır. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Taala'nın ularını lavhul mahfuzga yazışı, qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmaslikinglar va Alloh bergan narsalarga xo'sh bo'lib ketmaslikinglar uchundir. Alloh mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ular bexillik qiladigan va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlardir. Kimki Allohning yo'lidan nafiq qilishdan bosh tortadi ekan, Allohga hech ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh behojatdir, madhiga loyiqdir. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizlar bilan avatdik va ular bilan billa insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasildiganligi uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. To'mirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allohni ko'rmay turib qurollarni ishiltib Allohga va payg'ambarlarga yordam berganlarni bilish, ma'lum qilish uchun to'mirni yaratdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Biz haqiqatan Nuhni, İbrahimni payg'ambar qilib avatdik. Payg'ambarlikni va kitobni ularning avlodiga ato qildik. Ulardan hidoyat topganlari bor. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomli qavatdiq. Orqadan Maryam o'g'li Isoni avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Uningga agashganlarning dillariga shafqat va mehribonlikni soldik. Rahbaniyatni ular o'zlari paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ulardan iymon etganlarning ajrini hasilab berdik. Ulardan nurg'ini Allohning itoatidan chiquvchilardir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ey İsa'ga iman etgan kişiler, Allah'tan korkunlar, Allah'a ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a iman etinglar. Allah sizlerge rahmetinden ikkiyasi berdi. Sizler ahirette biz sıratda mağdıgan nurni payda kılıdı. Sizlerge mağfiret kılıdı. Allah bekmi mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ahli kitapның Allahның bəzildən heç nərsəyə qadir əməsliklərini, bəzilnin əmmisi Allahның qoludu bulub, Allahның onu xalığan adamga berdiğanlığını, Allahның uluq bəzil ilgisi ikənligini biliş üçün Allah şu sözünü qıldı.